Komoli hattoki vaqti kelganda $50 reklamalar olganda ham, "Hey Komoshim, sen hozir $50 reklamalarni payt emassan. Undan kattaga olgan. Sen hozir qiyinchilikda turibsan. Komol opa menga qanday? Ikkita bolamni boqishim kerak. Lekin ikkita bolasidan ham burun Zohid bor edi bu yerda. Lekin Zohid tez o'ziga kelib oldi, oyoqqa turib oldi. Sizga qiyin bo'ldi, sizdan keyin Komoliga qiyin bo'ldi. Allohga shukr, hammasi ortda qoldi. Alloh bizga Zohidni qaytarib berdi. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Shu ikkita zurriyodini baxtiga, boshqa yangilik yo'q hozir. Xudo xolasa yana bo'lib qolishi mumkin. Конечно, жизнь продолжается. Nima deyman? Gapim ko'p. Nima desam? Yopilgan. Gapim ko'p. Komolani har doim Komola nimadir istoriya qo'ysa, razlichkasiga yozaman, sen молодецsan. Sendagi ayol bilan faxrlanish kerak. Hamma ham qilolmagan ishni qilding. Zohid hozir oyoqqa turib ijodga qaytayotgan bo'lsa, avvalambor Alloh va bu seni xafa bo'lmang oyijonisi. Bu seni zasluging deyman va sizni zaslugingiz. Tushunaman sizni ham. Bir qiz, bir o'g'lingiz bor. Bilishim bo'yicha farzandman deyman-ku Zohidga. O'shaning uchun buyog'iga baxt, omad, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Oyoqqa turib oldi. Yaxshiyamki tarixda buni qo'shiqlari bor, buni ijodi bor. Hech qachon so'nmaydi. Sen gapirma Zohid. Hech qachon so'nmaydi. Seni yaxshi ko'raman, bilsang bilarsan. Hech qachon so'nmaydi bu narsa. Men opa bo'lib gapiryapman. Muxlis boshqa bo'lmas. Qo'sha qarigan, sen Komolani qadriga yetib boshingga qo'yding. Qo'ymasang xuddi shunday. Komolani hammamiz sevamiz. Ado qilgan odamlar bugun shu yerda turibmiz. Oyijonisi, sizni ham sevamiz. Komolani oyijonisiga ham katta rahmat. Shunaqa sabrli, aqlli, odobli. Bu faqat sabrli. Men buni chunki boshqa xarakterini ham bilaman-da. Ancha bosilib, umuman boshqa insonga aylangan. Bu hammasi muhabbat va muhabbatdan yaralgan mevalar uchun bo'layotgan chidashlar. Men seni yaxshi ko'raman, umring uzoq bo'lsin. Qo'limdan kelgancha xohlaganimcha faqat foqib gapirdim. To'g'ri tushunasan, endi dinozavr o'rtoqlarga so'z beraman. Assalomu alaykum hammaga. Hamma krasotkalar yig'ilgan bugun. Komol opam rosa maqtadilar, lekin o'zlari bulardan ham o'rganadigan ko'p narsalarimiz bor. Juda ham matonatli ayol. Oldin nima Endi Komola hayotidan o'tkazgan kechirmalarni hamma nima deydi? Voqifi bo'ldi, hamma ko'rdi buni. Baraka toping, Zohid oyijonlari. Sizga ham kattakon rahmat. Shu Komolani qizingizdek ko'rib, Komola sizga kelinmas, qizdek bo'lib, biz hammasini chetdan bilamiz, ichdan bilamiz. Sizga qiyin bo'ldi, sizdan keyin Komola Yedisine, bitti oğlumun bittiğine bitti. Ayağlar rafiqası umur yoldaşı. Hamma ham shunaqa kelib buyursin. Qo'sha qarisin, umrlari uzoq bo'lsin, ikkalasi bolalariga bosh bo'lsin. Shunaqa yaqin dugonalari, yaqinlari ko'p bo'lsin. Oilalarga sog'chilik tushmasin. G'iybatlardan naro bo'linglar. Sog'lik, salomat bo'ling. rahmat ona. Sog' bo'lingsiz ham. Ana endi bo'ldi. Kızım deydi, doğrusu. Hurmat kelgan kızlar. Bu kelib bitti. Bunaqasi yo'q. Alam qilsin hammaga. Bitta dona. Yedisine, bitta o'g'limi bittigina bitti. Ayollar rafiqasi. Umr yo'ldoshi. Hammaga ham shunaqa kelib qo'sha qarisin, umrlari uzoq bo'lsin, ikkalasi bolalariga bosh bo'lsin. Shunaqa yaqin dugonalari, yaqinlari ko'p bo'lsin. Oilalarga sog'chilik tushmasin. G'iybatlardan naro bo'linglar. Sog'lik, salomat bo'ling. Rahmat ona. Sog' bo'lingsiz ham. Ana endi bo'ldi. Assalomu alaykum. Endi raspakovka chek qilamiz. Eslab qolganimcha isminglarni aytib rahmat aytaman, lekin hamma kelganligiga rahmat aytaman. Mana men buni Isfir podarka qildi. O'zi atir sotadi-da. Men yaxshi ko'rgan aromatlardan berib yuborgan. Oh. Shunaqa stoykasi zo'r. O'zim polniy shu Isfirdan olib sepaman shu atirlarni. Rahmat esa Video Fashiondan ketyapman. Wow, bomberlardan. Voy jonim rahmat. Wow, u bilan kiyishga. Voy, men mastaligim turaman o'rnimdan. Mana qaranglar. Soki o'rtog'im menga original krossovka podarka qildi o'sha bilan kiyib. Meni tasavvur qilinglar, Turkiyada kiyib yuribman. Mana bunaqa o'yinchoqlar ham berishdi, faqat kim berganini eslamayman, lekin katta rahmat bolalarimga. Hech narsa qilmay tez o'tkazib yuborsangiz bo'ladi qora fonda. Shu maxi narsalar beribsizlar, ayya.
Mana men buni bilmayman kim olib kelgan. Kim eslagan bo'lsa men deb qo'yinglar. Ichida guvohnomasi bor ekan. Bu menga podarkami? Guvohnoma yo'q, sizniki qolib ketganmi? Yozib yuboring. O, dvoyka ekan. Rahmat kattakon. Mika brendidan. Wow! Mana uni qaranglar. Rahmat kattakon. Kim berganini eslolmayman, lekin katta rahmat sovg'a uchun. Kattakon rahmat. Buni kim berganini eslolmayman. Kumush. Kattakon rahmat. Endi keyingisi. Buni menimcha Medina Ahmed berdilar. Kumush komplektlaridan. Wow. Shunaqa xohladim, shunaqani. Rahmat, Ovsinjon. Kim berganini eslolmayman, lekin kattakon rahmat. Bu atir bo'lsa kerak menimcha. O. Opa. Endi buni sepib ko'ramiz. O. Okean hidi. Rahmat, kattakon. Uzib qo'ydim. Wow. Katta rahmat. Juda ham chiroyli ekan. Обязательно men buni qilaman. Mana buni Ikrom Alidadan berdilar. Qamoshim ro'mol o'rab yursin deganlar-da. Chiroyli ro'mol podarka qilibdilar. Spasibo kattakon. Keyingisi plet 100%. Pletcha. Kattakon rahmat. Wow. Kattakon rahmat. Juda ham yoqdi. Davom etamiz. Yarashdimi? Rahmat kattakon. Davom etamiz. Chiroyli ekan. Xudo xolisa ishlatamiz. Yangi uyimizda tayyor bo'lsa, обязательно ochib ishlataman. Buni olib qo'yaman sandiqqa. Davom etamiz. Wow. Rahmat kattakon. Juda ham yoqdi. Обязательно men buni tutaman. Rahmat kattakon. Juda ham chiroyli ko'ylak. To'y halvolari Komol opa. Opajonim rahmat. Обязательно bushkalarni bitta yeymiz. Xo'p. Rahmat. Camellia Styles. Ustiga kardigani и kilota. Komplekt. Rahmat go'zalim. Davom etamiz. Rahmat. Buni Innaxon olib keldilar. Rahmat. Tadam. Mani rasmlarim tushirilgan va oilamni, erim, turmush o'rtog'im, bolalarim rasmi tushirilgan tarhpalak. Rahmat kattakon. Meni olib kelgan. Meni chiqib. Wow. Rahmat. Qo'y to'poncha. Menimcha Sakina Zafarova olib keldilar. Sakina opa, katta rahmat. Abaya. Juda ham chiroyli, go'zallik. Qoshlarini qaranglar. Juda ham chiroyli bo'libdi. Juda ham chiroyli abaya ekan. Katta rahmat. Albatta kiyaman. Original krossovka meni Sakina o'rtog'im sovg'a qilibdi. Ichida bunaqa konvertcha ham chiqdi. Tadam. Bu meniki. Sakina o'rtog'im, senga katta rahmat jonim. Sevdim. Guli Happy Life sovg'a qildilar buni menga. Juda ham chiroyli pastel ekan. Rahmat kattakon. Momiq plet. Rahmat kattakon. Juda ham chiroyli ekan. Zertib qolmadinglarmi? Wow. Juda ham skromniy, chiroyli ekan. Такой нарядный ekan. Rahmat kattakon. Zuhraxondan menga sovg'a. Wow. Juda ham chiroyli ekan. Rahmat kattakon. Обязательно kiyaman. Wow. Rahmat kattakon. O. Komplekt pastel. Prям qishga top. Rahmat kattakon. Manzura opa berganlar и poyzan berganlar Jibrilga. Uni Jibril ochib chiroyli qilib qo'ygan. Bu Sayxa xonimga. Ichida polda komplekt, xudo xolisa kattaroq qiz bo'lsalar o'ynaydilar opa. Rahmat opajonim. O,
Buni nima deydi? Blender deydimi? Yo, sok, chopper. Qiyma qiladigan chopper. Kattakon rahmat. O. Takoy. Chiroyli narsa ekan. Mana. Rahmat kattakon. Sayxiga hamchi ziyoda berdi xolam qizi. Sayxa xonimga qo'g'irchoq. Rahmat kattakon, bolalarim ham eslaganingiz uchun. Hammaga katta rahmat, kelganingizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim sizlarga ham yaxshi kuningizda qaytaring.